Sizlarga motivatsiya kerakmidi? Mana motivatsiya. Qanaqa deysizlarmi? Bitta qadrdonim mashinasi qolib ketibdi. Endi nima qilaman deb bosh qotirib o'tirib bir qarorga kelibdi. Men u qarorni eshitib juda ham xursand bo'ldim. Xo'p, veli arendaga olibdi. Ya'ni velosiped arendaga olibdi va shu velosiped orqasidan deyapti, pul topib deyapti. Ya'ni kuryer bo'lib pul topib men skuter olaman deyapti. Skuter orqasidan pul topib deyapti. Men mashinani boshlang'ich to'loviga pul yig'aman deyapti. Qalay motivatsiya? Assalomu alaykum, sizlar bilan Pikapuz hamda taksi polvon. Bizlarni kuzatishda davom etinglar, to'liq ma'lumotni hozirlarga beraman. Ishonish qiyin, to'g'rimi? Ishonish juda ham qiyin. Lekin bu bor haqiqat. Bu qadrdonim videolarga tushishi o'zlari xohlamaydilar. O'shaning uchun ham videoga olib chiqa olmayapman. Lekin ularga omad deb qolaman. Haqiqatan o'ylayotgan niyatlarga yetsinlar. Действительно, bu juda ham katta motivatsiya. Ayniqsa uyda mashinasi bo'lib turib, nima qilaykan deb o'ylayotgan odamlar uchun bu katta motivatsiya. Axir mashinasi bor uyda harakatdan va unumli ishdan to'g'risi foyda bor. Harakat qilsa bo'ldi. Odam harakatiga bog'liq. Hamma narsa qanaqa harakat qilishiga bog'liq. Avvalambor o'rganish kerak, yaxshilab o'rganish kerak. Menga ko'pchilik chiqadi, aka, kuryer tarifida qanaqa ishlasa bo'ladi, qanaqa. To'g'risi men hammaga ham javob bera olmayman. Joninglar sog' bo'lsin. Hammaga ham javob bera olmayman. Bu fiziki ham men uspet qilmayman hammaga javob berishga. Shuning uchun ko'pincha telegramlarim bang'illab ketadi, lekin javob bera olmay qolaman. Javob berganimcha beraman, xafa bo'lmaysizlar. Xullas, bu qadrdonimni motivatsiya bergani juda ham bilasizlarmi, katta narsa bo'ldi. Juda ham katta narsa. Bu narsaga harakatni boshlash o'zi katta narsa. Ya'ni oddiy velosipedni arendaga olib, mashinagacha olib chiqmoqchilar. Men hech kimni mashina olishga, arendaga olishga majburlamayman va unga undamayman. Lekin bundoq qaraganda harakat qilyaptilar. Ya'ni hop, birinchi velosiped olaman, u pulni yig'ib turib, keyin hop, skuter olaman, u skuterdan tushayotgan dohodni yig'ib turib, mashinani boshlang'ich to'loviga ishlataman deyaptilar. Ya'ni Matiz bo'lsa, Matiz ham olaman, lish bir meni daromadim ko'proq bo'lsin deyaptilar. Qaranglar, skuter olyaptilar, veli olyaptilar. Velini sotib turib, yig'ilgan pulga skuter olyapti. Ham velini puli qo'shilyapti, ham skuter uchun ishlangan pul qo'shilyapti. Keyin nima bo'lyapti? Xullas, skuterni ham sotaman, hamda yig'ilgan pul bilan birga deyaptilar. Xullas, mashina olaman. Boshlang'ich to'loviga shunda yetadi deyaptilar. Qaranglar, qanaqa ajoyib g'oya, qaranglar, qanaqa ajoyib strategiya. Shu bilan xullas bular o'zlari boshlang'ich to'lovga pul qilib oladilar. Aka-ukalar, kimda mashina bo'lsa-yu, yoki velosiped bo'lsa, yoki skuter bo'lsa, gazini bosish kerak, hatto kuryerligiga ishga chiqish kerak. Nima dedinglar? Tanijoninglar sog' bo'lsin, sizlarni har doim Pikapuz ofisimizda kutib qolamiz. Har doim eslatib o'taman. Xo'p, bizani manzil Sultonali Mashhada ko'chasi 186 Pikapuz. Shundoq Penna kafeni shuni oldida. Ya'ni Parkenskiy ko'chasini orqa tarafi. Bemalol kelasizlar. Navigatorga ursanglar ham Sulton Ali Mashhada 186 deb ursanglar, bemalol sizlarni navigator olib keladi. Joninglar sog' bo'lsin, kim podpiskasiz ko'rayotgan bo'lsa, juda ham ko'p ekansizlar podpiskasiz ko'rayotgan. Bemalol podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Chiroyli xabarlarni shu kanalda eshitasizlar, chiroyli videolarni xudo xolasa ko'rasizlar. Eslatib o'tmoqchiman, kuryer izlab degan proyektimiz vaqtincha to'xtatilgan. U davom etadimi yo'qmi hali aniq menda informatsiya yo'q. Xullas, kuryer izlab qachon bo'lishi, nima bo'lishi menga noma'lum.
Xullas, oku kelib meni ko'rganinglarda, to'g'risi kuryer izlab ekan deb xayol qilmanglar. Joninglar sog' bo'lsin. Agarda kuryer izlab degan proyektimiz davom etsa, men albatta sizlarni o'zim qidirib topaman. Tani joninglar sog' bo'lsin.